Bu joyga shunaqa uzundan-uzun navbatga turish qanchalik to'g'ri bilmadim, lekin men sizlarga bundan ham yaxshiroq bo'lgan zo'r joy topib qo'ydim. To'g'risini aytsam, shunaqa noodatiy usulda muzqaymoq beradigan joy qisqa vaqt ichida butun Madinada trend bo'lib ketdi. Shundan keyin Masjid an-Navaviy atrofidagi bir nechta muzqaymoq shoxobchalari ham o'zlarining alternativ variantlarini chiqarishga majbur bo'lishdi. Lekin bugun sizlarga u haqida gapirmoqchi emasman. Men sizlarga Madinaning yangi ochilgan manzili Al-Uyun ko'chasi haqida tanishtirmoqchiman. Bu yer oilaviy dam olish uchun, do'stlar bilan vaqt o'tkazish uchun juda ham ajoyib joy. Sokin muhit, ajoyib manzaralar, Uhud tog'ining yonbag'rida joylashgan va eng muhimi aynan mana shu ko'chada siz pistali, mag'izli, shokoladli noodatiy muzqaymoqlarni topishingiz mumkin. Ta'mi boshqacha, ko'rinishi ham o'zgacha. Bir marta tatib ko'rsangiz yana qaytib kelasiz. Bu joyning nomi Al-Vard Madina. Shundoq bir Uhud tog'ining ro'parasida joylashgan joy. Agar manzili qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizdan olsanglar bo'ladi. Bu joyga kelsanglar, shunaqa sizlarga alohida mehr, e'tibor bilan shunaqa muzqaymoqlarni berishadi. Madinada yangi joylar ochilmoqda. Men esa sizlar bilan har birini bo'lishda davom etaman. Obuna bo'lishni unutmang. Oldinda yana juda ham qiziqarli joylar bor.